stok holatiga zavod bergan xarakteristika bilan insoniyat bu darajadagi tezkor pikapni hali ko'rmagan. Hattoki o'z tarixida ham bu darajada katta ot kuchi stok holatiga bu dvigatelga hali o'rnatilmagan. 777 ot kuchi bilan bu bahaybat pikap 3-4 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alib berishi mumkin. Manaman degan nomdor yengil superkarlarga ham bu darajaga yetish oson emas. Va qo'shimchasiga afsonaviy 6,2 litrli kompressorni va 8 hemi, magnitatorli esa twin screw bo'ladi. 922 Newton metr bilan 8 pog'onali torque fleet uzatmalar qutisiga ega bo'ladi. Tezkor bo'lishining yana bir sababi esa avtomobil kalta, shuni hisobiga nisbatan yengil va uning yerdan balandligi boshqa modellarga qaraganda ancha qisqadir. Eslatib o'tamiz, yana bir afsona Ram SRT TRX ni ham sotuvi avgust oylarida taxminan boshlanishi kutilmoqda. Har ikki pikapni ochiq tijoratda birinchilardan bo'lib O'zbekistonga yetkazib berishimiz mumkin va ushbu ikki pikapning narxi rasmiy ma'lumotlarga qaralganda bor yo'g'i $100,000 atrofida bo'lishi kutilmoqda. Albatta, bojxona yetkazib berish va bizning xizmatimiz qo'shilmaganda. Batafsil ma'lumot esa eksklyuzivniy o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillar kanaliga joylashtirilgan bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.